Gidrogenium vodorodli terapiyasi endi O'zbekistonda. Vitamin ichyapsiz, foyda yo'q. Dam oldingiz charchoq ketmayapti. Tekshiruvlarda esa hammasi joyida deydi. Zamonaviy tibbiyot bunga yangi yechim taklif qilmoqda. Tadbirkorman, O'zbekistonga gidrogenium va kriokapsula texnologiyalarini olib kirgan tadbirkor bo'laman. O'zbekistonda birinchi vodorod terapiyasiga bag'ishlangan ilmiy anjumanda yig'ildik. Ushbu texnologiya tibbiyotni yangi darajaga olib chiqishga katta hissasini qo'shadi. Ushbu texnologiyani eng ustun tarafi shundaki, tabiiy yo'l bilan davolash, qarshi ko'rsatmaligi yo'qligi va 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlar uchun foydasi tekkani bo'lib hisoblanadi. Shamollash bilan yuqori nafas yo'llari virusli infeksiyalari bilan kelgan bemorlarimizda vodorod terapiyasidan keyin antibiotiklar olish yoki viruslarga qarshi dori qabul qilmasa ham ularda organizmda sog'ayish kuzatilayotganini guvohi bo'ldik va bemorlar juda minnatdor bo'lishdi. Tadqiqotlar shu narsani ko'rsatdiki, hattoki jiddiy kasalliklarda ham juda yaxshi natijalar beryapti. Ayniqsa o'sha asab sistemasining degenerativ o'zgarishlari bilan kechadigan kasalliklarda Alzheimer, Parkinsonizm, qarilik demensiyasi, yosh bolalardagi autizm, DTP holatlari, epilepsiya holatlarida qisqa vaqt ichida juda ham ajoyib natijalar, samarali natijalarni erishib kelyapmiz. Ushbu apparat haqida kengroq tushuncha berish va tibbiyot soha vakillarini xabardor qilish maqsadida ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Bu klinikamizdagi yangilikni, ya'ni vodorod terapiyasini nafaqat O'zbekistonda Toshkent shahrida, balki butun viloyatlar bo'ylab, hattoki Osiyo bo'ylab kengaytirish niyatida bugun ilmiy anjuman qildik. Tadbirda sportchilar, tibbiyot soha vakillari, tadbirkorlar va so'z ustalari, shu bilan birga vodorodli terapiyani qabul qilib natija olganlar ham ishtirok etishdi. Ular orasida biznes konsultant Mehriniso Nurullayevna ham bor. Men vodorod terapiya bilan yaqinda to'satdan tanishib qoldim va o'zimda birinchi protseduradan natija olganim uchun mana shuni ustida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar kelayotganligini eshitib, ularni haligi birinchi manbadan eshitish uchun keldim. O'zim ximik bo'lganligim uchun vodorodni organizmga ta'sir reaksiyalarini juda ham to'g'ri tushundim. Ya'ni o'sha svobodniy radikallar, ya'ni erkin radikallarni vodorod neytrallashtiradi. Shuning natijasida bizning organizmimizda organlarning funksiyasi tiklanadi. Shu yo'nalishda natija olganim uchun o'sha nevrologik kasalliklarning hammasiga shifo olishadi. Shunaqa muammosi borlarni hammasiga tavsiya qilaman. Vodorodli terapiyaning sizni yana bir bor hayratlantiradigan natijalari bor. Bu 3 yoshli Muhammad Alining hayotga qaytayotganligidir. Onasini taqdimotdagi nutqi va farzandidagi o'zgarishlar butun zalni yig'latdi. Yiqilib tushgan edi, miya ochiq ichki jarohati bor edi. Komadan keyingi asorat, miya insultini olgandek bola. Dorilar bilan oyoqqa turdi bola, lekin undan ham yaxshi rezultat vodorod terapiyadan keyin boshlandi. Bo'tga kelganimda zond edi bolam, trixostomasi bor edi. Xudoga shukr, hozir 1 oy 35 kunda trixostomani oldirdik. 10 kun qatnaganimda zondini oldirdik. Mana shunaqa qilib ancha rezultatlar bor, aylanishi boshlandi. Уже ko'zi ko'rayotgan ekan, xudoga shukr, ko'zi ko'rmasdi. Eshitishi boshladi, chaqirsam qarayapti, aylanadi, hamma xohlagan joyiga yerga o'tkazib qo'ysam, qo'llarini bemalol, oyoqlarini bemalol ko'tarib, aylanib harakatga tushgan. Обязательно kelinglar, olib kelinglar. Doktorlarning tavsiyasi bilan bolani tuzatish mumkindir, lekin 30% dir. Lekin bu vodorod terapiya 70 qilib beradi. O'sha ikkalasi 100 bo'lib, 100% natijaga bemalol erisha olasizlar. Alhaya klinikasi bugungi kunga kelib ushbu apparat bilan 300 dan ortiq mijozlarni qabul qilgan bo'lsak, gidrogenium apparatini O'zbekistonga olib kirish sonini ko'paytirishni maqsad qilgan va bu bilan respublikamizda ko'plab bemorlarni tabiiy yo'l bilan dori-darmonlarsiz sog'aytirishda hissador bo'lishni maqsad qilgan. Agarda siz ham tibbiyot sohasida tadbirkor, investor yoki bo'lmasa shifokor bo'lsangiz, Alhaya klinikasi ushbu apparat bilan ta'minlashga tayyorligini bildirishdi. Investorlar bilan biz hozirgi kunda agarda birlashadigan bo'lsak, davlat miqyosida agar biz mana bitta частный klinikamizda 3 oy ichida 300 dan oshiq patsientlarga xizmat ko'rsata olgan bo'lsak, davlat tashkilotlari va investorlar bilan, tibbiyot va sohasi vakillari bilan birlashsak, biz millionlab xalqimiz aholisiga foydasi tekkani
bo'lib hisoblanadi. Agar ertalab uyg'onish qiyin bo'lsa, ish davomida tez toliqib qolsangiz, ruhiy va jismoniy quvvat yetishmasa, unda vodorodniy terapiya siz izlayotgan qo'shimcha yordam bo'lishi mumkin. Zamonaviy yondashuv og'riqsiz va qulay, organizmni ichkaridan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Sog'lig'ingizni keyinga qoldirmang. Bugunoq gidrogeniumni qabul qiling. O'zingizni yengil his qiling. Portal 24 dan uzoqlashmang. Eng muhim yangiliklar oldinda.